Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Bugun Jahon chempionati guruh bosqichi ikkinchi turdan o'rin olgan O'zbekiston hamda Portugaliya terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv bo'lib o'tadi. Uzoq kutilgan bahs O'zbekiston vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi. Biroz avval tashkil etilgan matbuot anjumanida bosh murabbiy Fabio Cannavaro va jamoamiz sardori Eldor Shomurodov ishtirok etib quyidagi fikrlarni bildirishdi. Fabio Cannavaro: raqibimiz jahon chempionatidagi eng kuchli jamoalardan biri hisoblanadi. Agar Portugaliya jamoasini tahlil qilib ko'rsangiz, ularning qanotlarida juda kuchli futbolchilari bor. Dunyoning eng yaxshi yarim himoya chiziqlaridan biriga ega. Shuningdek, futbol tarixidagi eng yaxshi futbolchilardan biri ham shu jamoada o'ynaydi. Shunday ekan, bu o'yin oson bo'lmaydi. Lekin biz jahon chempionatidamiz. Jamoa sifatida harakat va mehnat qilishimiz zarur. Chunki ijobiy natija bilan maydonni tark etishning yagona yo'li shu. Biz Portugaliyaning futbol falsafasini o'rganishga harakat qildik. Ular doimo to'p nazorati orqali o'yinni boshqarishni yoqtirishadi. Shuningdek, uchrashuvni juda faol boshlashga intilishlarini ham bilamiz. Chunki imkon qadar tezroq o'yinni o'z foydasiga bo'lishni, himoyani yorib o'tishni istashadi. Shundan kelib chiqib, biz ham bunga tayyorgarlik ko'rdik. O'z rejamiz va strategiyamiz bor va maydonda aynan o'z o'yinimizni namoyish etishga harakat qilamiz. Futbol shunday o'yin. Biz juda kuchli jamoaga qarshi maydonga tushayotganimizni bilamiz. Ammo avval ham aytganimdek, biz bundan qo'rqmaymiz. Qo'limizdan kelgan eng yaxshi o'yinni ko'rsatishga va uchrashuv oxirigacha kurashishga harakat qilamiz. Avval ham aytganimdek, biz faqat Krishtianuga qarshi o'ynamaymiz. U futbol tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biri. Biroq Portugaliya faqat Ronaldodan iborat emas. Ularning asosiy tarkibida ham, zaxirasida ham juda ko'p yuqori saviyali futbolchilar bor. Shunga qaramay jarima maydonida Ronaldoni bir lahzaga ham e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. U standart vaziyatlarda ham, o'yin davomida ham istalgan payt gol urishga qodir. Shu bois butun o'yin davomida maksimal darajada diqqatli bo'lishimiz kerak. Jamoaga kelganimizdan buyon asosiy e'tibor futbolchilarning jismoniy holatini yaxshilashga qaratildi. Ayrim futbolchilar turli chempionatlarda o'ynagan, ba'zilarida esa ma'lum muammolar mavjud edi. Shunga qaramay so'nggi o'yin davomida futbolchilarning holati yaxshi ekanini ko'rdim. Jamoa uchrashuvni yuqori tempda yakunladi va barcha o'zini yaxshi his qildi. Albatta, statistikalarni tahlil qilish oson emas. Masalan, to'pning harakat tezligiga qarasangiz, futbolchilarning texnik mahorati qanchalik yuqori ekanini tushunishingiz mumkin. Men faqat jismoniy ko'rsatkichlarga qarashni yoqtirmayman. Chunki yakunda eng muhimi to'pni qanday nazorat qilishingiz, qanday uzatishingiz va uni qanchalik kam yo'qotishingizdir. Menimcha, agar siz o'yin davomida to'pni 20 marta yo'qotsangiz, uni qaytarib olish uchun 20 marta ko'proq yugurishingizga to'g'ri keladi. Bu esa juda muhim omil. Portugaliyaning statistikasi esa albatta ko'p jihatlar bo'yicha bizdan yuqori. Biz buni bilamiz va tahlil qilib chiqdik. Shu bilan birga, biz maydonda tartibsiz ravishda har tomonga yugurib yurishimiz kerak emas. Masala ko'p yugurishda emas, to'g'ri yugurishda. To'pni yo'qotmaslik va uni qayerda qaytarib olishni bilish muhim, dedi Fabio Cannavaro. Eldor Shomurodov: albatta bizda bosim yo'q. Shu sababli ertaga Portugaliyaga qaraganda bizga osonroq bo'ladi deb o'ylayman. Bizda ajoyib jamoa shakllangan. Birinchi o'yindan keyin bizda ishonch shakllangan. Biz allaqachon debyut qilib bo'ldik. Ertaga yaxshi natija uchun maydonga chiqamiz. Biz raqibimizning birinchi turdagi o'yinining natijasiga ahamiyat bermadik. Bu haqida hozir o'ylashning payti emas. Balki 3-turdan keyin buni muhokama qilarmiz. Hozir biz uchun eng asosiysi ertangi bahs. Kolumbiyaga qarshi birinchi bo'limda murabbiy ko'rsatmalarini to'liq bajara olmaganimiz evaziga xatolar kelib chiqdi deb o'ylayman. Ertaga bunday xatolarni takrorlamasdan o'z o'yinimizni ko'rsatishga, to'pni ko'proq nazorat qilib, vaziyatlar yaratishga harakat qilamiz. Hammasi yaxshi.
Hayajon bo'lishi tabiiy, biroq maydonga chiqqan birinchi daqiqamizdayoq bu esdan chiqadi. Biz Abbos bilan klubda ham birga o'ynaymiz, mashg'ulotlarda ham doimo birgamiz. Shu sababli ham bir-birimizni o'zaro yaxshi tushunamiz desam bo'ladi. Eng muhimi, bir jamoa bo'lib, yaxshi natijani qo'lga kiritishga harakat qilamiz dedi Eldor Shomurodov.